Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, hurmatli obunachilar. Bugun 12-iyun 2026-yil Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Xonqiz qishlog'ida o'zimni tomorqamdan, o'zimni uyimdan ko'rsatuv bo'lyapti. Turkiyadan Adaham aka kelgan. Adaham aka mana O'rta Sho'ra qishlog'idan Hoshimjon. Biz Hoshimjon bilan teng tushmiz. Adaham aka bir oz kattaroq bizdan. Adaham aka bilan shu WhatsApp orqali gaplashib turardik. Hattoki qalamchalarni jo'natganman. 4-etajga boy yaratib qo'ygan. Uzumlarni shu 4-etajda ham parvarish qiladi. Yerdan ham olib chiqqan 4-etajga hamda 100 litrlik bochkalarga ham ekib, hattoki 4-etajni tomida ham boy yaratgan odam. Adaham aka, xush kelibsizlar. Baxti bo'ling, sog' bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. Qalaysizlar, tuzingmisizlar? Yaxshi, rahmat. Mana bir kun boraman degandingiz, mana keldingiz. Mana keldik. Mana o'tgan yili qalamcha jo'natgan edim. Menga nimalarni tashladingiz, yaxshi ko'kartirib olibsiz. Bir 5-6 xil jo'natgan edim. Endi Hoshimjon billa kelibsizlar. Mana Hoshimjon o'sha Farg'ona shahridan, O'rta Sho'ra qishlog'idan. Endi hozir biz choy poy ichib nima qildik? Endi mana tomorqani bir aylanamiz deyishyapti. Albatta. Endi mana shu tomorqani bir ko'rsataman. Savollaringiz bo'lsa beraverasiz. Yuringlar bo'lmasa. Yo'q, men gapirib nima qilib olay. Assalomu alaykum. Abduqayim Usubbekovni izlaydigan obunachilari, hammalaringga salomlarimni Turkiyadan olib keldim. Sayg'ilarimni, sevgilarimni olib keldim. Abduqayimjondan men juda mamnun qoldim, xursand bo'ldim, rozi bo'ldim. Menga mana shu uzum yetishtirish sohasida menga ancha chubuqlardan, kaltaklaridan jo'natdi. Men ham o'shalardan har xil uzumlardan yetishtirib, o'sha insonlarga tanitish nimasida o'sha ishlarga erishyapman. Abduqayimjon mana 1 yildan beri men bilan YouTube'da birga gaplashib, birga ko'rishib turamiz. Mana bugun uni hovlisiga keldim, uyiga keldim, mahallasiga keldim. O'zi meni juda chiroyli kutib oldi. Alloh rozi bo'lsin. O'g'illaridan, qizlaridan, o'zlaridan, hammasidan Alloh taolo oilasini bir-biridan ayirmasin, oilasiga huzur, barakat bersin. Alloh taolo nima niyati bo'lsa, niyatlariga yetkazsin. Mana endi Qayimjon bilan hovlisini yurib, uzumlarni, qana uzumlar bor, qana ishlar qilibdi, qana nimalarni yetishtirganini birgalikda tomosha qilamiz. Adaham aka, mana shu tepangizda turgan uzumlar bir uzumi. Juda yaxshi. Endi mana bu tomonda rizamat bor, jicha rizamatimiz aynib qoldi sovuqda. Tanasi aynib qolib, jicha me'da bosh ko'payib ketadi, me'da noni. Endi otam yetar edi, otam hayot, 93 ga kirdi otam. Har yili hech bo'lmaganda novdasini to'plab, makka poyami, hashimi, nima topsang o'sha bilan o'rab qo'ydiradi. Shu bir yil yerga yotqizdik-ku, tevasiga bir narsa tashlaganini ulgurmadik. Sovuqlar bo'ldimi, bir kunga sovuq ham urib qo'yadi-da. Uradi. Anchagina kuchsizlanib qolib, zo'rg'a chiqarib yubordi. Ayniqsa mers, damiski palichkilar nihoyatda sovuqqa yo'q ekan, rosa ket chiqarib yubordi novdalarini. O'sha otani aytganiga o'sha vaqtliq amal qilish kerak edi, biz kechiktirib yubordik. Hech bo'lmaganda novdasini o'ragandir edi. O'zi ham o'rar edi. Tepasiga bo'lsa ham o'rab qo'yar edi. Endi biz qilgan xatolarni bizni tomosha qilayotgan apa-ukalarimizga shu battan bilgi bermoq nimasidaman. Otalarimizdan aytilgan nasihat, vasiqatlarni hammasini eslab qolganimiz dedi. Mana shunaqa jinday bo'lsa ham xatolarga yo'l qo'ymasdik. Eslab qolganimiz bilan shu bir yil qilolmasdik. Nima deydi, qunt qilmadik-da. Qani yuringlar bo'lmasa. Bo'lib turadi. Qani. Endi Adahamaga mana bog'imiz. Mana bir qator nima? Bodom. Har xil bodom bor, 5-4 xil bodom bor. Martda boshida gullaydigani bor, o'rtasida gullaydigani bor, oxirida gullaydigani bor. Bu tomonlar shoftoli, behi shunaqa bo'lib ketavergan. Yog'da xurmo, o'rik, har xil mevalar bor. Mana orasiga kartoshka ekkanman Adaham aka. Juda yaxshi. Abduqayimjon, qarang, nimalarni ko'rsatyapsiz, bodamlarni. Bodamlaringizni nima qilgansiz? Yaxshi vitamin bergansiz. Bitta bagida birorta kasallik yo'q.
agar kasallik bo'lsa O'sadi, sarg'aygan, bo'ladi. to'kilayotgan bo'lib qoladi. Lekin hammasi ko'm-ko'k, qop-qora ko'm-ko'k bo'lgani uchun bodamlarda kasallik yo'q. Demakki, bodam bundan keyingi yilda hosilini ham juda yaxshi Shu beradi. yil ham bor hosil yo'q. Keyin mana nima olma behilaringiz, non behi, ha? Ha, o'sha haligi Ko'rsatganingizda men ha, tomosha qilib hayron qoldim. o'sha Kattaligiga, bit- chiroyliligiga. bitta donasi 800 gramm bo'ladigan behiz. Tortdilaring ko'rdim, bitta bir og'ayni keldi. Jahongir, Jahongir. Xonqizuz kanali. Semizgina chiroyligina yigit ekan. O'sha bilan nima qilyaptilar? Men tomosha qildim. U siz tortmadingiz. U kiloga qo'yib ko'rsatyapti. O'shani tomosha qildim. Undan da Alloh rozi bo'lsin. Juda yaxshi, juda yaxshi. Kelaradi endi. Karchkalar ham juda yaxshi bo'libdi. Chiroyli bo'libdi. Turpoq ham juda yaxshi. Qarang, turpoq unumdor turpoq. Ha. Endi mana shu yerlarga mana buna qilib bitta behi bitta nok qilib ekkanmiz mana shunaqa Dushes degan nok. Mana shuni ham bir oling beroqqa kelib. Qanaqa ota? Dushes. 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 Erta pishar nok. So'ki bor, düşes. Erta pishar. Ha, Dushes degan limonad bo'lardi. Dushes. Endi mana Juda bunaqa yaxshi, juda yaxshi. U anjir choptolingiz kechkimi? anjir shoftoli xush kunlarda pishish kerak edi. Demak, O'sha bitta kechkisi ham bor ekan. o'sha kechki. Ha, ana yerda erta pishalarni nevaralar uzib qo'yibdi. O'sha kechkiroq bo'lib qolibdi, Ha, qarang. nevaralar endi sho'xlik qilib haligi bilmaydi-da ular. Pishgan, pishmagan. O'ringiz qanaqa? Asaka yaltiraqmi? Yo'q, u o'ri qantedi bir ajoyib turi. Juda ham zo'ri. Buni ko'ramiz bo'lmasa. Mana Pavloniyami? Ay, yo'q, bular o'zi do'ngaydan chiqib qolgan, ana kesib tashlaganimiz do'ngaydan chiqib yana shuncha bor. Mana. Ha, bu Pavloniya. Pavloniya, ana ham. Oling shu ko'rdimmi? Pavloniyani ham. Ha. Ana. Do'ngaydan chiqaverar ekan. Chiqaveradi. Agar bunga yaxshi e'tibor berib, yaxshi qunt qilsangiz, bu 1 yilda 9 metrgacha ko'tarilib ketadi. O'sha. Mana uyga yog'och material bo'lib Uy qoladi. ham qilishibdi Marmonda. Ammo mebelga ham ishlatishaveradi. Mebelga birinchi o'rinda turadi. U mebelga birinchi o'rinda turadi. Anjiringiz qana anjir, sariqmi, qorami? Sariq anjir. Ay yashasin. Sariq anjirdan. Kecha Ashrali berdik, anjiridan yedim. Mana nimamga rizqimga bor ekan pishgan. Bular endi O'zi ham hayron bo'ldi. Bunaqasini hech ko'rmagan edim men o'zim hovlimdan dedi. pishish davri yaqinlashib qoldi-da. Ha, Endi mana bu yerda bir qator onar bor. anor bor. Mana bu bir qator shoftoli. Naryoqlarda ham bor. Qarang. Ashrali ham shunaqa qilgan, siz ham shunaqa qilgansiz. Ha. Olma, shoftoli, pomidori ustida ashqovoq, uzum. Hammasi bir-birining ichida bo'laverar ekan, qarang, qarang. bo'laveradi. Pomidori, anor, shoftoli, behi. Aha. Qalampir ham bor, Ha, bolgarskiy. buni ichiga pomidor ham ekilgan. Yashang. Juda bo'pti-da. Sarimsak qalay bo'ldi, sarimsak aytgan. Endi Tagi bormi? Tagi bor, oldimi? bor. Bu o'sha nimaniki? Qirg'iziston Dunganiski degani. Dungan. Bu yoqqa yurasiz, yo'q, botqol. Mana bu yoqqa o'tib oling, bu yoqqa. Dunganiski degani. Bu bir oy kech bo'lar ekan. Ani oddiy qizil po'choq, chesni. Yog'och bilan tagini ko'ralamizmi? Jinni ochingchi. Yulamiz hozir. Ya yulmaydi, qanaqa? Yo'q, ko'rsatamiz endi. Yesiz yeb qo'ying. Ya, ishtima qilmaydi. Ay katta bo'lsa. Bismillahirrohmanirrohim. On qarang. Hali 1-2 oy, 1 oy Yo'q, bor. 15 kun bor. Bormi? Yo, bor. Aslida biz birinchi yil ekishimizda biz bitta adashdik. Ashalarni Mana uni uzish kerak ekan. Biz bu kecha uzdik. Shundan birinchi yil ekishimiz bilmayapmiz. Agar buni vaqtli uzganimizda edi, bu ancha katta qolar edi. Tagida 1 metr yo'q, unaqa emasdan sindirilar ekan. To'xtang. Buni jinni yoshligida bunday qilsa bitta chiqaveradi, boshqa chiqmaydi. Ne mashaqa beraveradi qaytib kattalashtirib. Bo'lsa baylab qo'yishardi. Ha, yo'q, Ammo o'shanday bo'lsa ham yana bo'pti yaxshi. oddiy o'zimizni qizil po'choqda u nimasini mana bunisini olmasa ham bo'laveradi. Strelka deymiz, bu gullaydi oxiri. Buni olmasa ham u bo'laveradi qizil po'choq. Bu Dunganskiyda mana shunisini bu vaqtli olib tashlasangiz, ne mana unga ishlov berib katta bo'lar ekan. O'zlaring uzumlarni kesyapsizlar, nima semirsin deb. Endi birinchi yil ekishimiz shuna bilib oldik endi. Endi bilib oldik. O'rganadi. Bog'bon Baylab o'zi qo'ysam qilib bo'ladi. o'rganadi, bog'bon bo'lib Bu agronom mana bo'ladi. shu hali piyola bor, paxta gulli piyola. Shuni singari katta ketadi bu.
Endi birinchi yil ham ekishda ham 2-oktyabrda. Bir 20 kun kecha ekdik. Haqiqatda yaxshi bo'ldi. Ha, bo'ldi. O'zi mana o talengi ham so'li borguncha kattalashadi. 1 metr borda palayiga qarang. 1 2 bor. Shuni ham uzayapsiz hali. 1 metrga boryapti Tam 1 palayiga. metr. Ha, mana o'sha siz To'rtta bo'lsa 25 santimdan 1 metr ham. hali teatr o'tkazadi ham aka. Hali denizdan qolgan beqidi mana o'ringlar. O'shani so'rayapman. Endi mana. Qanday o'ringlarimiz to'kilyapti mana. Maşallah. Oq qanday o'riyimiz. Yong'og'ingiz ham cho'k. Bu yoqqa o'tib oling. Nima bu ulanmagan ha bu yong'oq? Bu yo'q, ulanmagan. Ulangan. Ulanganmi? Mana Ha, o yerdan bilinib Ha, turibdi. ulangan. Yelkasidan ulabsiz. endi mana bu o'sha siz 60 yillik bexini ko'rsating deganingiz mana shu o'sha 60 yillik bexidan ko'paytirilgan. O'sha enamdan qolgan bexidan. O ko'cha tomonda borda, o'sha hali hozir. Yo'q, aytganingizda men juda qiziqqan edim-da bunga. Ha, Buni ko'paytiring-da. ko'paytiramiz. Jondan chiqqanlari ko'taveradi. Ha, tomirdan ham bo'laveradi. Endi Onarda qiladi. yong'oq payvand qilingan. Ha, payvand. Endi bunday yuraverasizlar. Banalarga suv ochilgan. Ana, ko'rgizdan so'raylik. Ha. Ama turpog'ingizga besh ketdim. Turpog'ingiz juda mukammal. Qimoq. Ya, qimoq hamda ketmonda charchamaysiz. Ketmon ursangiz kirib ketadi. Hayır, yani charchamaysiz. Ha. Juda yaxshi. Uni qarang yong'oqda. Ali nima deydi? Boy yong'oq deyishadi. Shu. Katta bo'ladigan Bizda yong'oq. Turkiyada bunga yalava yong'oq Ha, deyishadi. Yalava yong'oq. ha, galava yong'oq. Bosh yong'oq. Hozir bizda moda bo'ldi. Amerikani yong'og'i keldi, Chandler. Mana qarang, ha, Chandler. Ha, Bizga Chandler. bo'lmadi bu. Mana bu bir ali qonga o'xshagan qon deymiz, divan qo'yamiz gohida. Mana ko'ring, hali jicha bor ekan. Yo'q, Ha. bu qopcha. Ya'ni endi hali jicha chala. Qovun deymiz, nihoyatda bir ajoyib quriydi. Endi mana bu xurmo o'sha oldin ko'rsatganman. 1 millionlik sotib berishilgan. Ha, oling Hoshimjon tatavering. Suv oqmaydi. Mana haliga aytgan Bu qanti. ikkovi bir xil o'raymi? Ko'rsating mana shu qanti edi. Yaqinroq ko'rsating. Mana shu qanti. Bu boshqa, Ha, bu boshqami? Bu juda ko'p qilar edi. Kuyib shoqisini ketar edi. Menga bering-da. Sovuq ta'sir. Ha, ha, o'sha gullash arafasida sovuq bo'ldi-da mana qarang. Bu o'sha bizni opatamiz bor edi, Madiyoqub buva. Ha. O'sha odamni uyidan olib chiqib ko'paytirganman. Mana shu devorni yog'i Madiyoqub buvaniki. Hozir nevarasi o'tiradi, mo devorni yog'i. Ha. Bu tomoni ham Madiyoqub buvaniki. Madiyoqub buva mani nasiga. Enami akasi bo'ladi. Shu odamni uyidan olib Ro'z ekan. ha, ular ko'paytirganmiz. Qarindosh qo'shnida bu tomonida ham, bu tomoni ham o'sha o'zimizni Madiyoqublardan. Endi hali xirmana uzumni ham yetishtirgan Madiyoqubov. Ha. Zamatni yetishtirgan ham O'lik ko'chatmi? Madiyoqubov. Bagi terak. Ha, shu men qandaydirki qayerdan olib kelib ulaganman. Keling, shuni ko'rsating-da. Bagi terakka o'xshar ekan. Qarang, mana uni bargini. Bu qayerdan olib kelib ulab qo'ygan. Mana shu yerda o'ri shoptoli ko'chat qilganman, mana shu totib o'sha yerda. Havoni issiqlikdanmi? Qarang, Yo'q. salqinda shira tushmagan. Ha, yo'q, biz dorilar turamizda. Endi baribir Tez-tez, dorilarsiz ham shira tushadi. O'sha shira tushirmaslikka harakat qilamiz, og'ay. Yashang. Qandaydirki bir boshqacha bey chiqaryapti. Bu qandaydir o'riydi qayerdandir olib kelib ulagan ekanman-da. Xudo xolasa yaxshi bo'lib qolsa. Ha, mana shu yerda ikkita, uchta. Shalaqlarda ham bagajda katta bo'ladi-yu. Balkim shalaqmi endi, kim biladi endi. Abdurashidni bog'ida ham ash qantekka o'xshagan o'rik berdi, yedik. Keyin o'g'li bir paqir teri berdi. Olib borib yeylardi. Olib bordik. Sariq. Ha, sariq, yaltiroq u ham. Yaltirab bu yog'dan. Qanti, oq qanti. Bu ham juda shirin edi. Endi bu kam qilgan yili u qum qanti bo'lib ketadi. Bunday qo'lingizda ham sinib ketadi. Ko'p qilgan yili spadevrikka o'xshab yumshoq cho'ziluvchan bo'ladi. Ko'p qilgan yili. Sizlarni bu o'rik bozorini yurasiz-ku bitta. Ha, o'rik bozorni chiqarib. Sizlarga yaqinmi bat? 3 kilometr. Mani uyimdan 5 kilometr. O Xonqiz markazidan 3 kilometr. Ana shu bozordagi programmangizni rosa tomosha qilishadi-da bag'da. Men har vaqt tomosha qilaman. Juda yaxshi. Endi ish ko'payib chiqolmay turibman. Qachon bir ish bilan chiqib qolsam, syomka qilaman. Yaxshi. Farg'ona bozorini ham ko'rsataman. Bexilaringiz ham cho'tki ekan. Bexilari endi o'sha katta. Bu lo'ya qanaqa lo'ya? Bu Ali qizil lo'ya. Qizil lo'ya Ha. nima?
Qilchiqlimi? Qilchiqsizmi? Nimada mana hozir. Kavkaz lo'yi Haligi kalbasaga qo'shadi deyshadi-yu. O'sha lo'yadan. Mana sal sarg'i bitta. Endi nima daraxtlar orasida Ha, o'shanaqa. bo'lganicha-da. O'shanaqa ekan, o'shanaqa. Qarang, bitta nok, bitta behi qilib ekkanmiz. Juda yaxshi bo'lgan. Behi pul bo'lsa behi, nok bo'lsa nok. Qaysinisidir pul bo'lib qoladi deb. Mana shu shipirgini qarang, mana shu shipirgini. Ha. Men Ozarbayjondan olib ketyapsam, men qo'limdan olib qo'yishdi. Bu shipirgini emas, urug'ini oldim. Ha. Bu anaqa narsami deb, meni tergov qilishmoqchi edi, tekshirib ko'rishdi, ne shipirgi urug'i chiqqaniga yana berishmadi. Berishmadi. Endi bu Berishmadi. Men bu shipirgini juda yaxshi ko'raman-da. Ikkitasini yo o'zini bittasini nima qilib sotib qilib shipiraverasiz-da. Ko'knonni ro'yiga o'xshatgan. o'shanaqa. Bu o'sha achchiq gilos. Mashallah, mashallah. Qora gilos deymiz, achchiq gilos ham deyshadi ayrim joylarda. Endi bitta 5 litrlik paqirda chiqib qolsa kerak. Chiqadi. Kompot qilamiz. Mani gilosim buni 4 tasini qilsangiz bitta shunaqa kattalikda birinchi etajni podvalidan 5-etajgacha tomgacha olib chiqqanman hali gilosni. Gilosni o'stirib. O'stirib. Qo'yib. Har 1,5 metrda 3 ta shoxi bo'ladi. Har 1,5 metrda 3 ta shoxi. Hozir men sizga uni rasmini ham ko'rsataman, hayron qolasiz. Shunaqa mevaki ustida. Beraman siz Allohga qurban olib beraveradi. Buni qarang, siz aytgandek 8 kilolik paqir bo'lmasa 6-7 kilolik paqirda to'la chiqadi. Mana Juda yaxshi. yer kartoshka, ana shu qator o'sha Turkiya shaftollari endi meva qilyapti. Hali kuzroqqa pishadi. Xudo xohlasa. Endi Mana o'rigingiz qana o'rik mana. bu asaka yaltiroq. Biz sovurib qo'ydi, 3-4 ta qildi. Shu o'riklar sovuqqa juda chidamsiz. Yo, hali kech gullaydiganlari qildi. 8-martagi uchun yomon sovuq. Mana bodamlar ham Odamlaringizda bor. meva qildi ham, qilmagani ham bor. Mana bor ekan. Bunda bor bunda. Aha. Ana maydaroq ekan, mayda ekan. U niholcha endi meva qiladi. Ana bunday qo'lingizda siz sinadigan bodamingiz ham bormi? Yumshoq, har holda yumshoq. Mana bu Kavkaz tog' bodami. Aprelni boshida gullaydi. Bu uzun ekan, qarang. Aha. O'shanaqa. Bitta aldaqa bor, bumajniy degani bor. Mana shu bodamni ko'rsating-da. Mana shu bodamlar martni boshida gullaydi. Ana yerda martni o'rtasida gullaydigani bor. Mana meva qildi. O'tgan yil ham meva qilgan. Juda yaxshi, juda yaxshi. Endi uzumlarimizdan o'sha pishgan uzumni, pishish arafasida uzumni ko'rsataylik. O'sha tomonda hammasi bor. Yaxshi, juda yaxshi. Yuraveringlarchi. Mana shu merchni ko'rsatasiz hozir. Tepangizda. Mana shu. Delikatlar kimda bor edi? Delikatlar o nari mahallada. Mana U ham juda yaxshi parvarish qilgan mersa bu. Devosda mez bo'lib qoldi o'tgan. Mana bu Rembo degan. Mana endi qachon rang kiradi bilmayman, ana shu erta pishar uzum mana. Bering-da. Mana shu Rembo deydi o'sha. Mana yoqublardan olib kelib ular qo'yganman mana shu yerdan. Yaxshi, juda. Endi mana shu 3 vash qilibdi. Ana 3 ta vash turibdi. Hadimi rang kirib qoladi. Yana elga. Mana bu qora kishmish, mana qora kishmishga endi rang kirishni boshlabdi. Ko'rindi, mana qizarib qoldi. Yuraveringlar-da. Mana bu to's, mana. Bu qaysi uzum? Mana bu mers, bu ham mers. Mers. Mana to's. To'stni ko'ringlar, mana hadimi pishadi. Hozir ola-bila bo'lib qoldi mana. Juda yaxshi bo'ldi. Mana ola-bila bo'lib, qorayib turibdi. Bir 20-30% ga rang oldi. Men videoyingizda ko'rganimda Shohani. Ana shu shohani. Eshikdan chiqib ko'rishda qip-qizil bo'lib, juda chiroyli ko'rinib turibdi. Ya'ni yuringlar o'sha 60 yillik behini ham bir ko'raylik. Ja shoxini ozaytirib yubordi. Duvaltayda. Ha, devortayda. Ashana ja aytdingizda menda qanaqa 60 yillik behi. Yashang. Endi bu yerda hali payvand qilaverib, har xil bo'lib ketgan. Uzumlar bir 15 xil uzum bor. Mana shu yerdan turib, mana qarang. Mana shu, judasi. Anag'ini olib tashladim, pasaytirib yubordim, uzumga sarg'in qilyapti deb.
olib O tashlasam narigi chiqqan ko'chatlar o'sha bundanmi? shundan Mashinalarni xuddi ko'paytiring. shundan ha. Ko'paytirib Ko'chat. yog'ochni, toshni Aha. ustiga ekib qo'ysangiz. Ha, ko'chat qilaman. Xudo Buni xohlasa. ko'chat qilib payvand Xudo qilaman. xohlasa. Bir yil ko'paytirganman. Inshaalloh, inshaalloh. Ha, endi mana bu yerlarga mana bog'imizni orasiga uzum ko'chatlar qilib qo'ydik. Yo, bularni O'sha ko'rdim man. xirmana uzum mashalar. Xurmonalar ko'rdim. Endi shu Xirmona deyapsizlar, menga xurmoni deyishadi. ha, xirmoni. Mana xurmoni deb Ha, yuribdi. xirmonda deganida, xirmon. Ha. Kech pishgani uchun xirmonda deb To'g'ri. nom berishgan. Mana Adaham aka bu shot tut. Endi ko'chada bo'lsa ham qarang, hozir asfalt bo'ldi, mahallamiz asfalt bo'lib qoldi. Mana shu o'ziga yarasha mashakka suv quyib tursak, hech yo'g'i oila uchun bo'lib turaveradi. Bo'laveradi. Mana Chunki- yelkadan uylabsiz-a buni ham. Ha, maytdan ulangan. Endi oilani ta'minlab turaveradi. Bu juda katta bo'lib ketmaydi bu yerda. Ta'minlaydi. Chunki hali paqillab quyib turamiz yoki nasosda tashlaymiz. Endi mana bunisi mana shu bir yil ekdik. 45 kunlik tut. Qarang. 1 metrdan mana 1 metrdan o'tib ketdi. 45 kunlik tut. Buni videolarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ana bu yerda bitta juda katta tut bor edi. Buni ko'rmagan. 18 yillik tut. Uni ko'chirdik. Ko'chirgandan keyin ekologiya ko'rib yana jarima solmasin deb buni o'sha paytda ekib o'sha paytda videosini chiqardim. Bunaqa odat. Ha, ekologiya jarima soladi. Bizda qamati bo'ladi. Jarima katta jarima. Tabiatni Endi buzmaydi. o'zi ko'paytiraman, mana qarang. Ana shu to'g'ri-da, to'g'ri. Ana shu yerga o'zi chiqib qolgan tutga ulaganman. Ko'rsating ana. Xuddi o'sha 45 kunlik tutdan qo'shniga ulab berdim. Mana shu shot tutlarni ham bir paytlar ulab berganman. Mana shu mahallaga Ana Qashqari giloslarni kesayotganingizni ko'rdim men. bularni ham o'sha o'zim ekiylar shakka ekilaman, qaraveraman deb mana shularni ektirib o'zim hali kesib berib, shu mana bunday qilaylar, maslahat qilib turaman. Sog' bo'l. Endi mana shu tutni hozir 10 santimetrligi chiqdi. O'shani ko'paytiryapman. Shu bitta joyga ulab qo'ydim. Donasi 10 santim. 10 santimetr uzunligi. Nima? Arabiston tuti. Ichkarida Xitoy tuti o'syapti hozir, muncha o'sib qoldi. Xitoy O'stiraverinchi tomosha tuti qilamiz. ko'paytiramiz. Mana shu 10 santimetr bo'ladi. Yanelga meva qiladi mana u. Endi bilmadim. Hozir mana shuncha o'sdi. Ko'paytiramiz. Ko'chatini 50 ming sotib turgan ekan. Xudo xolasa bu yildan keyin ko'chatidan ham olib ekamiz. Inshaalloh o'zingiz qilaverasiz Endi ko'chatini ko'paytirib. shu nima deydi? Sohob deb mana shu tutdan 1000 yil yashaydi deyshadi tutni. Albatta. Shu tutga qiziqaman. Chunki kim bitta tutni ekib meva qilgandan keyin o'sha tutni yeb, lekin biladi tutni nimaligini. Uni bag'ida tutda deb ketaveradi. Haligi ota so'zi bor, inson o'lsa amali qolur deydi-yu. O'sha biz qilgan sari amalimiz bizdan keyingi avlod ajdodlarga qoladi. Ular ham bizdan o'rnak oladi. To'g'ri. Adaham aka, siz bilan biz Hoshimjon yoshligimizda dalalarda tut ko'p bo'lardi-da. Hamma yo'q tut edi. Borib, hali mevasi borini qo'yib qo'yishaverardi kesmasdan. Tutga qullanib Hali mevasi bor pishgandan keyin borib uni tamada qilib yeb kelaverardik. Endi hozir dalalarda tut yo'q. Dalalarda tut yo'q. Endi o'shaning uchun men tutni ko'paytiramanki, tut ekinglar. Bolalarga bo'ladi, qorilarga bo'ladi, hammaga bo'laveradi. Urug'ida oshiri daraja nimasi bor? Kasalliklarga nima davo bor? Ha, tutni qo'ydi. Urug'i. Kitoblarda yozilib, hamma. Ocharchilik paytida Endi sizlarning ham ishlaring zarur ekan, boshqa joylarga ham borishlaring kerak ekan. Hurmatli o'rtoqlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podelisa qilib qo'yasizlar, kanalga obuna qilib qo'yasizlar. Turkiyaliklarga salom. Alaykum assalom, alaykum assalom. Haqiqatda to'g'ri aytyapti. Bosinglar like'ga. Chunki mana o'shadan shu odamni ko'raman deb qiziqib kelyapman. Mana shu yerda mahallada, Farg'ona shahrida, O'zbekistonda butun qaysi shahrimiz bo'lsa, butun shaharlarimizdagi insonlar mana shu Qayimjon Usubek, Abduqayimjon Usubekovni shu videolarini ko'rayotgan bo'lsalar, albatta nima qilsalaring bu ukamizga yordam qilgan bo'lasizlar hamda tabiatimizni bu inson sizlarga dunyoga tanitgani uchun o'ziga ham hamd sanolar bo'lsin. Tashakkurlarimni bildiryapman. Necha kilometr ekan, qaysi shaharda yashaysiz? Men Turkiyani Bursa shahrida yashayman. Istanbuldan bizni uyimizgacha 2,5 soatlik yo'l, kilometrasini so'rasalaring 300 dan ortiq. Lekin Alloh rozi bo'lsin, bizni prezidentimiz Tayyip Erdo'g'ondan da
hurmatli O'zbekistondagi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga birga og'ayni bo'lishib, ana shu ikkovi davlatda bir-biri bilan munosabat qilib yaxshi nimalarni olib borishyapti. Ikkoviga ham tashakkurlarimni bildiryapman. Mana shunaqa ishlarni olib borganlari uchun juda xursand bo'lyapman. Mana shu tabiatimizni, insonlarimizni oldiga yurish uchun, bir narsalar ijod qilish uchun harakat qilganiga yordam qilishyapti. Ularga ham battan salomlarimni, tashakkurlarimni bildiryapman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bulbul bo'lib qafasda qolmanglar. Rahmat e'tiborlaring uchun. Sog'